yoshi 45 yoshlarda chap buyrak sanchig'i bilan murojaat qilib kelgan bizga. Anamizdan, ya'ni kasallik tarixini birozgina aytib o'tmoqchiman. Kasallik tarixi bo'yicha 12 yil avval siydik tosh kasalligi bilan an'anaviy, ya'ni kesmalar qilinib turib olingan, toshlar olingan bemorimiz. Bu siydik tosh kasalligi bilan 4 marta jarrohlik yo'li amaliyoti bajarilgan. Nima? Voy. Ana. Ola. Chap siydik nayni yuqori qismida va chap buyrakni pastki kosachasidagi toshni, ikkita tosh borligi aniqlanyapti. Bu yerda mana bu siydik naydagi toshni hisobiga bemorda qattiq sanchilli og'riq bo'lgan. Kecha murojaat qilib keldi va bugun maxsus tayyorgarliklardan so'ng demak bemorda zamonaviy endoskopik yo'l bilan, ya'ni endourologik yo'l bilan toshlarni bartaraf qilib olindi. Voy. Nega baqirayapsiz? Mana hozirgi paytda jarrohlik amaliyoti bajarilyapti. Hozir mana hech qanday tig'siz, qonsiz endoskopik operatsiya yordamida demak mana shu toshni bartaraf qilish amaliyoti bajarilmoqda. Bo'la qol. Bo'lmaydi. Tez bo'l, vaqt to'xtasin. Xo'p deyapman-ku.